Yevropa Parlamenti Xitoyning Po'lat Temir tökme qilishiga qarshi tarixiy qaror ma'qulladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoy tajovuzchilarininki mayli bu Po'lat Temir masalasi bo'lsin, shu nadir tuproq elementleri masalasi bo'lsin va boshqa dunyodagi nurg'un to'kliq avtomobil bo'lsin, yillardan buyon to'xtalyapmiz-ku. Shu har qaysi davlatlarga tökme qilish orqali shu davlatning iqtisodini, zavod korxonalarini vayron qilish siyosatini yillardan buyon to'xtovsiz ijro qilayotganligini bilamiz. Bundan uyg'ongan, ziyon tortgan davlatlar orqadan Xitoyga boshda besim ishiltib qilib yana bu kar qilmagandagi har xil qadamlarni elayotganligini hammamizga ma'lum bir masala bu qatim. Xitoyning arzon baholiq Po'lat Temirning Yevropa bozorlariga ko'plab eqib kelishini to'sish va Yevropa Po'lat Temir sanoatini qo'g'dash uchun Yevropa Parlamenti 19 may mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan ilgari ko'rilib boqmagan Po'lat Temir qo'g'dash tadbirini ma'qulladi. Bu tadbirga asosan import qilinadigan Po'lat Temir mahsulotlarining tamojni beji 50% ga o'stirildi ekan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, Yevropa Parlamentining mazkur qaror loyihasi 606 ovozning qo'llashi faqat 16 ovozning qarshi chiqishi bilan ma'qullangan. Yangi tadbirga asosan Yevropa Ittifoqi Po'lat Temir import bejini bir hassa o'stirgandan sirt bojdan xoli import miqdorini 47% qisqartib, yiliga 18,3 million tonnaga tushirdi ekan. Bu 2013 yildagi import seviyesiga barobar ekan. Hatta biz o'tgan shu hafta ichida qisqa xabarlarimizdan bildik, Yevropaning yana shu nurg'un zavod korxonalarga import qilish cheklamasini qo'yganligini bildirgan. Har qanday bir narsani ta'minlovchilar cho'qim bir davlatdan bo'lmasligi kerak. Ayrım en az bo'lganda farqli 3 davlatdan bo'lish kerakligini shartini qo'yganligini yaqinda buni yangi bir qonun shaklida o'ttirib qo'yganligini bildirgan haqida bir xabarni bergandik biz. Bu yerda butunlay yuqori bir ovoz bilan bu qadam besilgan bo'ldi. Yevropa Ittifoqi hukumatining qarashicha 2013 yildan keyin yer shari Po'lat Temir bozori ishlab chiqarishining ehtiyojdan eshib ketishi sababidan tadrijiy holda tengpunkligini yo'qotgan. Xitoy rejimining Po'lat Temir korxonalariga uzun muddat zo'r ko'lamda to'liqlama berishi buning asosli sababi bo'lgan. Yevropa Parlamentining mayli von der Leyen bo'lsin va boshqa rahbarlar qanchalar qatim shu yaqinqi yillarda Xitoyga bordi. Xitoyga har ziyoratida bu masalani o'tirib qo'ydi. Ya'ni zo'r miqdorda san korxonalaringni qo'llab davlat shu to'liqlam berish shaklida bizning bozorlarimizni o'lishiga sabab bo'layotgan buni to'xtatishing kerak degandek nurg'un besim ham bo'lsin. Ishga oshmagandan keyin yo'l qo'yilgan bir nihoyat muhim bir qaror. Bu tadbir Yevropa Ittifoqi ijroiya komiteti tarafidan bultur 10-oyda o'tirib qo'yilgan bo'lib, 4-oyning o'ttirlarida a'zo davlatlarning siyosiy jihatdagi qo'llashiga erishgan va bu hafta Yevropa Parlamentida rasmiy ma'qullangan. Navbatda mazkur qaror Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlarining oxirgi tasdiqi bilan 1-iyuldan boshlab rasmiy kuchga ega bo'ladi ekan. Bütün Yevropa davlatlari tarafidan icra qilinadigan bir masalada Yevropa Po'lat Temir sanoati Xitoyning arzon Po'lat Temirining tökme qilinishiga duch kelgandan sirt yaqinqi 1 yildan buyon Trump hukumatining yuqori nisbatli tamojni bejining zarbasiga uchragan. Bu bir qator sabablar tufayli Yevropa Ittifoqi bu vaziyatga qarshi tadbirning amaliylashish qadamini tezlatmoqda, qadrli ko'ruvchilarimiz. Albatta oldimizdagi yillarda bunun qanday ta'sir ko'rsatganligini ko'ramiz. Yana bu Xitoylarningki bunun qarshi nimalarni qildi ko'ramiz albatta.